Dadangizni yig'sam kerak a? Dadamni mast qilib olib kelaman. Dadangiz nepilcham ketganini bilib qolsalar-chi? Bildirmaymiz. Toshni shu uymi, o'ynashdan bo'lgan? Ana shu yo'l. Onang amalla yodda mana. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Qanday dada? Xudo ikkitami deymi? Yo'q, ana o'qchanchdagi qarocha keliniz, unisi onasi. Naskin yuvib keloymi sakaldi? Mana yuvganman dada. Bitta taklifim bor. Ha, nima taklif? Kelinni to'ydan keyin bir 5 kun ivitib qo'yasan, haymi sudalik so'qilib. Uning obu motorchiga o'xshaydi-ku. Yo'q, dada ishlatilmagan. Allama bacha. Ishlatilmagan. Deyman, doktorga aytsak bilan. Qaysi do'stam ish qilib? Anglay dedilarmi? Taylariz dedilar. Taylariz deylar chaqon. Biz chiqib ketdi yuvib kelagan oloddanmiz. Men yuvmayman. Takras o'g'lim ham sassiqcharoqsizda ham qiz bir bijg'igan ekan, ana muzuka ko'z qo'yganday jalpaga. Endi xudo o'g'limiz sal dalbayib tobroq. E'tibor bermaydi. Kelinizdan dalba yo'q, ota Dubaychi kelinizam. Lekin puli ko'p, uyi bor, mashina bor. Baxtli qiladi. Onasi-chi? Onasi ham Dubaychi ota. Uni ham puli ko'p. Ha, dadajon nima qiladigan bilingiz, hay? Endi bacham, Ha, otajon? ona bacha ikkovi Dubaychi bo'lsa, chaqchaq chop bitta magazin tush. Nima uchun? 2 dona qara paketda ko'zni yumib uraveramiz.